Sabr qiling. Mayli ustingizdan kulishaversin, sabr qiling, javob qaytaring, xo'p bo'ladi. O'sha kulib izzavatsa qilayotganlar bor, ishoning orqangizdan yuradi. Ishoning eshingiz tagida turadi. Ishoning xoningiz taqilab kutib o'tiradi. Xo'p dedik, kuchimiz ham yetardi, duximiz ham yetardi. Tishlarni qo'liga ushatib ham qo'yardik, lekin din unamaydi bu narsaga. Xo'p bo'ladi dedik. Mana hayotda ko'rdik shu narsani. Sabr qilingda, qizishmangda, g'azabingizni yutingda, halol bo'ling, to'g'ri bo'ling. Yoningizga birov yomonlab kelsa, birovni oshna o'ch. Menga birovni gapirma. Nimaga? Birovni gapini senga olib kelyaptimi bir odam? Bil, seni ham gapini kimgadir olib bor. Kazyol, tamom. Internetga kirib, hozir Shukurlar qoraga sizga sayrab o'tiribdi internetda Shukurlar qoraga. Eshiting shuni, maza qilib. Megabaytlarni meni eshiting demoqchi emas. Men o'zim umuman Sodiq Samarqandiy, Mahmud Abdulmo'min, Abdullo Zufar yana kimni to'rinchisi? Yusuf Davron ham bor, yana bittasi bor. Ishqilib shularni eshitmang, qolganini eshiting. Mayli meni eshitmang, mayli. Eshitingiz kelmasa ham chiqib qolyapman, eshitib ko'ring bu xato. Koronavirusda chichqonni 1000 tanga bo'lib ketdi-yu. Hammamiz duximizga o'tirib qoldik-ku, qo'rqib qoldik-ku. Dunyoda hamma koronavirusni yig'sa 20 grammga bormas ekan. Allohning 20 grammga bormagan maxluqoti, Allohning 20 grammga bormagan lashkari dunyoni nakaleni o'tkazib yubordi-yu, tizzalatib yubordi-yu, iqtisodiyotni nol qilib yubordi-yu. Agar Alloh saqlamaganda dunyo qirilib ketardi shu narsa bilan. Siz o'ylaysizki, meni maskam, kaskam saqladi deb o'ylaysizmi? Alloh saqladi. Alloh saqlamasa saqlovchi yo'q. Alloh bermasa beruvchi yo'q. Alloh bersa oluvchi yo'q. Sizga jonni Alloh bergan. Qo'rqmang, odam ola olmaydi. Hech ham qo'rqmang. Pichog'i bo'lsa o'ziga, lezvasi o'ziga, bo'yni qulog'i bilan bitta bo'lib ketgan bo'lsa ham o'ziga. U jonni Alloh oladi, unutmang. Shunaqanday e'tiqodni mustahkam qilish kerak. Mayli biz ustimizdan kulishaversin, biz birovlar ustidan kulmaylik. Mayli bizni aldashaversin, biz aldamaylik. Mayli bizni g'iybat qilishaversin, lekin biz g'iybat qilmaylik. Chunki mayli bizni o'g'irlashaversin, biz o'g'irlamaylik. Mayli bizga nisbatan mayli bo'laversin. Mayli bozorda aldab bizga sotaversin, mayli. Aldanib qolsak, masalan 10 millionlik molni 11,5 millionga olib beramiz. Mayli xo'p. Aldagan doim minusda bo'ladi, aldangan doim plyusda bo'ladi, unutmaylik. G'iybat qilgan doim minusda bo'ladi, g'iybat qilingan plyusda bo'ladi. Tuhmat qilganlar minusda, tuhmat qilinganlar plyusda bo'ladi. Unutmang, Alloh bermasa 6 ta qizil diplomingiz bo'lsin, tilla konda ishlang, yuraverasiz. Bersa, semichga sotib boyib ketgan odamni bilaman. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda. Zalatoy zo'r bo'lamisiz? Joy, ustuvosh, telefon, darvozingizni qanaqaligi, qizig'i yo'q. Siz zalatoysiz. Tilloni axlatga o'rasangiz ham tillo. Shuning uchun bolalar dunyoviy narsalar bilan obro' qozonaman demang. Kamtar bo'ling, obro'li bo'lasiz. To'g'ri bo'ling, o'rtoqlarni bir xil hurmat qiling. Mashinasi bor o'rtog'ingiz bor, mashinasi yo'q o'rtog'ingiz bir xil ko'rishing. Birinchi kuzov urishadigan o'rtog'ingiz bor, oxirgi kuzov urishalmaydigan o'rtog'ingiz bor. Bir xil muomala qiling. Ana urishalmaydiganda ermay qilmang, kulmang. Ermay qilganda Xudo qiyomatda do'zaxga tushasan degan. Xullas shunaqa yaxshi odam bo'laveringlar, mehnatkash bo'linglar, harakat qilinglar. Hozir ham kech bas, mayli maktabda yaxshi o'qimagan bo'lsangiz, endi yaxshi hunar oling. Islom urushishni harom qilgan. Mayli u nohaq bo'lsin, mayli buvimizdan kelib so'kinsin. Betimizga qarab. Buyni, onangni desin, do'rsinmay. Lekin aytib qo'ying, oshna, onamga til teg'izmang. Buvimga til teg'izmang, jon oshna. Bunaqa qilib so'kinmang, yaxshi emas bu. Bu darajada so'kinadigan ish emas bu. Bo'lsa yelkan tegib ketdi, bo'lsa nimadir bo'ldi. Shunga shunchalik qilmang oshna. Meni qo'rqyapti deb o'ylamang. To'g'risidan qo'rqqanim yo'q. Men Xudodan qo'rqaman. Odam bolasidan qo'rqmayman men. Rosa qo'lingizdan kelsa o'ldirib yuborasiz. Shu xolos, boshqa narsa qo'lingizdan kelmaydi deb gapiring, lekin mushotmang. Urushmanglar bolalar. Shunaqangi o'yinga tushyapti bitta bola. Ayol damini oladi, ayol. Raqqosa ayol eplashi mumkin bilan bo'ladi.
bola, o'g'il bola, bir 25 atrof, 25 ga kirib kirmagan. Uni yonida ko'rib, kulib videoga olagan 4-5 ta so'qimam bor yonida. Turibdi yonida. Uni bunday qarasam, necha yuzlab odam andaqa bosgan. Rozilik, xursandchilik kinotkasini bosgan. Bu bilasizmi nima degani? Kelajakni berib qo'yyapmiz degani bolalar. Kelajakni qo'ldan boy berib qo'yyapmiz. Mana shu yerda o'tirman. Qarilar bugun, mana qarilar shu yoshli yillarida nima qilgan bo'lsalar, shuni natijasini ko'rib turishdi hozir qarilar. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Lekin bugun biz yoshlar xato qilishga haqqimiz yo'q. Jannatga kirish kirmasligini mana Qur'on o'zing tanlaysan degan. Uni Xudo biladi demang uni. Uni og'zingizga olmang bu gapni. 30 pora Qur'on nimaga tushdi deb o'ylaysiz? Shu jannatga kirish, do'zaxga borishni Xudo biladi degan gapni gapirmasin deb bergan Qur'onni Alloh. Yomg'ir qachon yog'adi desa Xudo biladi ding. Qiyomat qachon desa Xudo biladi ding. Qachon o'lasan desa Xudo biladi. Ichga turib nima bo'lamiz hozir? Tarob nasib qiladimi, bizga yer yutib yuboradi. Xudo biladi. Maza qilib qimmatini olib keyin, zo'rini keyin, zo'r tursin. Pachag'ini kiyib bering, zo'rini keyin. Zo'r yuringlar bolalar, musulmon bolalar. Yiqilib tushgan, osilayotgan, yelkasi chig'anoqda turadigan narsalar kiyib, ko'chada xollaganini qilib yurib, xollagandaqa mashina minib, to'xtab baqirsa bo'ldi uka uzr desa zo'rman deb o'ylamasan. Zo'rbassan sen. Yerdan chiqqan qo'ziqorin sensan o'z aslida. O'shaqangi johillar bilan teng bo'lmasin deb indamaydi. Senda bor kuch, senda bor tanish, senda bor pul, hammada bor. Odam sal o'zingni bilsen deydi, birovni sher bil deydi. Shunaqangi ahmoqlar bor, hech kimni hurmat qilmaydi, odam qatorida ko'rmaydi. Ikkita yaxshi qoqsiz yotadi aytdi, yotib olib, ruchka qalam tushib olib. O'zi Hasan al-Basri bekorga aytmaganlarda, aso liman aso deganlarda. Aso deb bir hassani aytadi. Ikkinchi nari aso deb gunohni aytadi. Mana hassani gunoh qilganlarga ishlatish kerak deydi. O'sha haligi dubinka 15 sutka kerak edi o'shanaqalarga. Ichidan to'kib yuborish kerak shunaqa beadablar. Chap qo'lni cho'ntagiga tiqib olib, siz bilan bundan ko'rishgan odamlar nimaga siz oyog'ingizni juplab egilib ko'rishasiz? Pashol deyish kerak. Qo'lingga qo'lim deyish kerak. Tamom. Shuni qilinglar shu ishni. Orqamizdan g'alati gapirayotgan bolachalar paydo bo'lib qolyapti-kanda, o'shalarga ayting gapirmasin. Agar men to'g'ridan to'g'ri eshitib qolsam, u bolani xafa qilib qo'yaman men. Haqiqatan xafa. Bir zamonlar bo'lgan, vaqt bo'lmagan. Vaqt bo'lmagan. Chunki Allohga vaqt kerak emas. Vaqt bizga kerak. Vaqtlarni o'lchovini bilish uchun Alloh Qur'onda men oy va quyoshni berganman deydi. Oy va quyosh bizning vaqtlarimizni belgilab turadi. Oy o'zining nomi bilan oy. Bir oylik oyimizni bugun nechinchisi desa, bundan 200 yil, 300 yil oldinga qarab turib, bugun oyning 7-kuni ekan deb to'g'ri aytishalgan. Nimaga aytsangiz, bugun siz bilan men kalkulyatorda soatni bilgandek, ular oy ilmini bilgan. Shuni qarab bugun 14-kun deb aytavergan. Shu darajada oy ilmini bilishgan. Soat necha bo'pti desa, shuni quyoshga qarab bilishgan. Asr bo'pti, shom bo'pti, peshin bo'pti. Bir kelishgan qacho yigit o'tib ketayotganda sahobalar qarab turib, qaniydi shu bola Allohning yo'lida biz bilan ketgan deydi, dedi. Payg'ambarimiz o'sha yerda sahobalarga to'xtadi. Buni demanglar dedilar. Agar hozir shu bola ro'zg'orim, dadam, buvam, xotinim, bolam tirikchilik deb ro'zg'or deb ishlagani ketayotgan bo'lsa, bu fi sabilillah dedilar. Bu Allohning yo'lida ketayotgan bola bo'ladi dedilar. Nafsim, faxr uchun, maqtanish uchun pul topaman deb ketayotgan bo'lsa, fahuva fi sabili shayton dedilar. Bu shayton yo'lida ketayotgan bo'ladi dedilar. Hech qachon o'zingizni hokisor ko'rsatmang odamlarga. Hech qachon. Go'rdiy turing odamlarning oldida. Bir narsa qilamikin deb egilmang. Go'rdiy turing. Allohga egiling. Nolingizni Allohga ayting. Kamchiligingizni Allohga ayting. Bandaga tishingizni oqini ko'rsatmang.
Tavoziylikchi jasadda bo'lmaydi. Tik yuring. Bir ayol mashinaga o'tirganda eshigini qulflab soat qancha deganda nima deyapsiz deydi. Sen o'zingni aytyapsan deydi. Meni kimga o'xshatyapsiz deydi. Chetda onu nima desa Melisa deydi. Onu nima desa Pajarni deydi. Onu kim desa doktor deydi. Qayerdan bildingiz desa formasidan deydi. Seni formangchi deydi. Rolini yorib qo'yibdi ma'nosi. Ishoning tepa pastimizdan Alloh yog'dirib yuboradi barakot. Ulgimay qolamiz. Yig'ishtirib ulgimay qolamiz. Tepa past degani osmondan va yerdan barakot. Ishoninglar ulgimay qolamiz. Alloh yog'dirib yuboradi, yog'diraman desa, lekin Xudo saqlasin, bermayman desa bor-ku. Bermayman desa topolmaymiz. Domlalar janozada aytadi-yu, foniy dunyodan boqiy dunyoga ketdilar deydi-yu. Mavizada xayolni chachmasdan eshitdilar akalar. Domla o'sha yerda o'likni yoshini aytadi. Siz o'zingiz, men o'zim qo'limiz bilan kafanni bilsangiz, bir qarish tepa mayoqdan qoldirib chugadi, to'g'rimi? U sopi, paqirdi sopi bo'ladi-yu. Boshidan oyog'idan minchadan o'tkazib chugib qo'yadi. O'sha yerdan ushab, o teshikka tiqish uchun. Bugun o'zimiz tiqyapmiz-ku, kuni keladi sizni yo men yo meni siz tiqamiz bir-birimizni. Xuddi o'sha o'lganlar masafda o'tirgan. Ular ham siz bilan men singari uverin o'lmayman deb o'yladi. Hali yashayman deb o'yladi. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut deydi Alloh. Birorta inson tirik jon borki, qachon qayerda o'lishini bilmaydi deydi. Nima deymiz o'lib qolsak, shu yomonliklarimizga? Nima deymiz? Tezroq yaxshi odam bo'lib olaylik yigitlar. Men prokuror bo'laman derdim birinchi sinfligimda. Prokuror bo'laman derdim. Bitta o'rtog'im lutchi bo'laman derdi, bittasi kasmana bo'laman derdi. Shuna dirdik yoshligimizda. Bir o'qituvchi ayol o'quvchilardan so'ragan ekanda, kim bo'lasan deb bitta so'rasa, bitta o'quvchisi men sahoba bo'laman degan ekan. O'qituvchi lol qolganda, ajoyib javobda bu. Shunda nimaga sahoba bo'lasan desa, ular yaxshi odam bo'lgan ekan, odamlarga foydasi tegadigan odam bo'lgan ekan deb o'zini yoshiga nisbatan yaxshiliklarni aytib bergan ekan. Buni qayerdan bilasan desa, kunda kechasida onam menga shuni erta qilib o'qib beradi. Ko'ryapsizmi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, it o'lib qolgan ekanda o'rniga hayoti sahoba, tarixi Muhammadiyya. Sababni gapirsangiz, bugun sen kofir bo'lding deydi. Falon dorini ichuvdim, ichim o'tayotdi, to'xtadi, siz bo'ldi sen mushrik bo'lding deydi. Men mushrik emasman, men Xudoga sig'inaman. Robbim Alloh desiz, sen aytyapsanki, dori ichuvdim, tuzaldim deyapsan. Nima deylik biz? Nima deylik? Dori ichuvdik, tuzaldik. Seni dori tuzatdimi desa, yo'q, Alloh shifo berdi, to'g'ri. Lekin sabablar gapiriladimi? Nimaga ventilyatorga knopkani ezib qo'y deyapti bo'lsa? Xudo ventilyator aylansin demayapti-ku o'sha. Nimaga bo'lsa uyga konditsioner qo'yib pultida ezyapti bo'lsa? Tek qo'yarsan bo'lmasa. Taqdirotda yonsa yonadi, taqdirotda o'tsa o'chadi. Ko'ryapsizmi? Dattavod tupoy bo'ladi. Dattavod tupoy. Dattavod degani chuqur tupoy bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Dattavod tupoy bo'ladi. Dattavod tupoy.